Qizajonlar, ishdamiz, klientlarimiz bor. Bu klientimizda hozir lid terapiyasini qilib beryapmiz. Birinchi o'rinda yuzlarini birinchi marotaba chiska qilib beryapmiz. Undan so'ng lid terapiya va mezoterapiya ham qilib beramiz va uyga обязательно ходовый narsalarni ham beramiz. Chunki biz bitta chiroyli ish qilib beradigan bo'lsak, bir oyda bir marta klientimiz uyda har kuni yuzlariga e'tibor berib turish kerak. Chunki hayot changdan iborat. Chunki masalan, oddiy chiska qilib uyga borib bitta generalniy уборка qiling, chiskangiz bir tigin bo'ladi. Shuning uchun hayron bo'laman, ko'pchilik yuzimda 6 oyda chiska qilaman, 7 oyda chiska qilaman desa, hayron bo'laman qizlar. O'zi hayot changdan iborat bo'lsa, kunda chang bo'lsa hayotimiz, bu ertalabgacha ham уже yuzlaringizga chang o'tirib chiqadi. Uni tozalamasa bo'lmaydi. Shuning uchun uyga обязательно gel, yuzni tozalovchi gel, yuzda yog'li qurug'iga qarab turib gel, tonik, mitsillarni tonik aytaman ko'pincha yuzi quruqlarga. Keyin namlantiruvchi обязательно krem ertalabki kech paytga hamda skrab 2-3 kunda bir marta ishlatishlarini tavsiya beraman. Sizlar uyda harakat qilasizlar, biz ishxonamizda harakat qilib, sizlarga chiroyli yuzlaringni bir oyda bir marta professional chiskalar qilib berib turamiz. Undan tashqari mezoterapiyalar har xil yuz holatiga qarab